Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Ancha bo'ldi YouTube'ga video qilmaganimizga, YouTube rivojlantirmaganimizga. Buning asosiy sababi kanalimda videolarim o'chib ketdi. Qanaqadir o'sha hakkerlar hujumiga uchradi desak ham bo'ladi. Qora niyatdagilar kanalda rivoji uchun qanaydir rivojini ko'rolmaydiganlar ko'pgina videolarim o'chib ketishiga sababchi bo'ldi. Endi albatta videolarni tiklashning imkoniyati yo'q, lekin xuddi o'shanaqa tipdagi videolarni chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga o'sha salomatlik ulashishga asosiy o'sha nima desam bo'ladi, yo'nalish salomatlik yo'nalishi edi. Salomatlikni ham tabiiy ko'rinishda tiklash. Endi bilasiz, biz ko'p marotaba immunitet haqida gaplashganmiz. Immun tizimi kasalliklari haqida gaplashganmiz. Autoimmun kasalliklar, ya'ni o'sha haqida, allergik kasalliklar va hokazo. Immun tizimi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar haqida gaplashganmiz va ularning yechimi haqida bot-bot ko'p gapirganmiz. Endi hozirgi kunda immun tizimi bilan bog'liq kasalliklar haqiqatan rivojlanib boryapti. Bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklari. Asosiy kelib chiqish sabablari o'sha kam harakatlilik, stress yoki bo'lmasam palapartish ovqatlanish. Ular asosiy sabablardan bittasi bo'lib qolyapti. Yoki yuqumli kasalliklar bilan, turli xil yuqumli kasalliklar bilan kasallanish. Undan tashqari qandli diabet kasalligi asosiy o'sha ommabop bo'lgan kasalliklardan bittasi sanaladi. Undan tashqari qarashimiz mumkin, jigar kasalliklari, buyrak kasalliklari hammada individual. Kimdadir buyrak kasalligi kuzatilsa, kimdadir jigar kasalligi. Kimdadir yurak qon tomir kasalligi kuzatilsa, kimdadir qandli diabet. Hammani immun tizimi har xil tuzilgan. Tuzilishi har xil bo'lganligi sababli har kim har qanaqa kasallik bilan kasallanadi. Insonni tana tuzilishiga qarab kasallik kelaveradi. Stressiga qarab, qanaqa stress isbot qilishiga qarab, ta'sirchanligiga qarab, xarakteriga qarab, bu hamma har xil xarakterli insonlar bor. Shuning uchun xarakteriga qarab ham inson o'ziga o'zi kasal yuqtirib olishi mumkin. Bir xillar palapartish, gigiyenaga rioya qilmaydi, spirtli ichimliklar ichadi, palapartish jinsiy aloqada bo'ladi. Yoki bo'lmasam palapartish ovqatlanadi, kam harakatli bo'ladi, sport bilan shug'ullanmaydi. Yoki vredni hududda yashaydi, ya'ni zararli hududda, sanoat hududida yashaydiganlar bor. Ko'pincha o'sha turli xil allergik kasalliklar bilan, yuqori nafas yo'llari kasalliklari bilan kasallanadi. Yoki bo'lmasam oshqozon ichak traktida o'sha yallig'lanishi bor insonlar bunaqa kasalliklar bilan og'rib turadi. Endi birinchi navbatda biz ommabop kasalliklardan bittasi yurak qon tomir kasalliklariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning kelib chiqish sabablarini bartaraf qilishimiz kerak. Endi hamma narsa ko'pgina kasalliklar yosh o'tishi bilan kuzatiladi. Yosh o'tishi bilan kimdadir ertaroq, kimdadir kechroq kuzatiladi. Baribir kuzatiladi bu holatni. Boshdan kechirishadi insoniyat. Endi bu narsani ortga surish imkoniyati mavjud. Yoki uni bartaraf qilish, yoki uni normada ushlab turish yo'llari mavjud. Bu uchun nima qilish kerak? Ozroq qunt qilish kerak. Ozroq inson o'ziga o'zi investitsiya qilish kerak salomatlik uchun. Buning uchun biz avtotransportda texnik holati uchun avtotransport vositamiz bo'lsa, texnik holatini saqlab turish uchun uni har 5000 kilometr yoki 6000 kilometrda moyini almashtiramiz. Moyda ham sintetik moylarni
qo'yishga harakat qilamiz. Eng toza o'sha suyuq moylarni ishlatishga harakat qilamiz. Undan tashqari toza yoqilg'i quyishga harakat qilamiz. Uni ehtiyot qismlarini vaqtida almashtirib turishga harakat qilamiz. Inson ham xuddi shunaqa. Inson ham yosh o'tgan sari xarajat talab qilib qoladi organizm. Filtrlarimiz sekin-asta eskirib boraveradi. Biz filtrlarni almashtirib bo'lmaydi, xuddi texnikanigidek. Biz filtrlarni tozalasak bo'ladi. Asosiy filtrlarimiz sifatida yo'g'on ichagimiz, yuragimiz, jigarimiz, limfamiz bu asosiy bizani filtrlar hisoblanadi. Endi o'sha filtrlarni biz tozalab turishimiz kerak. Tozalovga birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz kerak bunaqa vaqtda. 80% kasalliklar tozalovdan keyin ketadi. Faqat sifatli tozalovdan keyin. Tozalov deganda faqat yo'g'on ichakda axlat massasidan tozalash nazarda tutilmaydi. Yoki qondagi o'sha turli xil mikrob, bakteriyalardan tozalash nazarda tutilmaydi. Kasallik chaqiruvchi parazitlar bor. Organizmda yashaydi. Bu parazitlar masalan oshqozonda parazitlik qiluvchi Helicobacter pylori gastrit chaqiradi, surunkali gastrit chaqiradi, oshqozonni yarasiga sababchi bo'ladi, oshqozon osti bezining faoliyatini buzilishiga sababchi bo'ladi, salyanik kislotani tushishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni salyanik kislotani o'sha bizni rostlab turish uchun o'sha mikrob bakteriya organizmimizda uyqu holatida yoki umuman bo'lmasligi kerak. Aktiv holatda bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Aktiv holatga tushdimi, imkon qadar o'shandan qutulishimizga tabiiy yo'llar bilan, sintetik yo'llar yoki kimyoviy yo'llar bilan emas, kimyoviy yo'llardan foydalansak, albatta u rezistentlik hosil qiladi. Masalan, kimyoviy antibiotiklarga rezistentlik hosil qilib, keyinchalik o'sha antibiotikka nima desam bo'ladi, antibiotikka moslashuvchan bo'lib qoladi. Siz 1000 antibiotik qo'llavering, salomatligingizni ishdan chiqarib qo'yasiz. Ya'ni ichakda mikroflorasi bor, o'sha florasini buzib qo'yasiz. Nafaqat ichakda, umuman oshqozon ichak traktidagi florani buzib qo'yasiz. Flora birinchi navbatda bizni yoshlik holatimizni saqlab turuvchi, qonimizni quyilib qolmasligiga sabab bo'luvchi, ovqat yaxshi hazm bo'lishiga, ovqat yaxshi hazm bo'lsagina, mineral, vitaminlar yaxshi so'rilsagina, bizni qonimizda qon aylanishimiz ham yaxshi bo'ladi, qonimizning xususiyati ham yaxshi bo'ladi. Undagi o'sha quyuqlashish holati kuzatilmaydi, trombositlar soni ko'payib ketmaydi. Me'yorida bo'ladi. Bu saqlab turadi o'sha minerallar, vitaminlar saqlab turadi. Ya'ni kislotalar biz oziq-ovqat bilan birga o'sha kislotalarni ham qabul qilib turishimiz kerak. O'sha yantarniy kislota yoki uksusli kislota, kislotalar hamisha organizm uchun foyda keltirgan. Endi kislota deganda biz akkumulyator kislotasini emas, u biz tabiiy asnovada olingan, masalan o'sha olma sirkasi yoki bo'lmasam yantarniy kislota mana dan foydalanishimiz mumkin. Karkadiy tarkibida mavjud. Karkadiy ham hazm qilish xususiyatiga ega. Bu kislotalar toksinlarni organizmdan chiqarishga yordam beradi. Ya'ni jigarda filtrlash faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun tozalov deganda parazitlarga qarshi Helicobacter pylori, Ascarida, Asterica, Liamblia va hokazo. Juda ham ko'p zamburug'lar bor, parazitlik qiluvchi kandida tipidagi. Bularni kandidani umuman yo'q qilib bo'lmaydi, lekin me'yoriga keltirish kerak. Chunki kandida ham boshqa mikroblar bilan oziqlanadi. Agar kandidani biz yo'qotishga harakat qilsak, o'zimiz nobud bo'lishimizga to'g'ri keladi. O'zimiz nobud bo'lganimizda ham kandida yashaydi. Shuning uchun kandidani batamom yo'q qilaman deb
toksik ta'sir berib qo'ymasligimiz kerak jigarga. Dorilar o'sha kimyoviy dorilar, sintetik dorilar ular toksik ta'sir beruvchi dorilar hisoblanadi. Florani buzadi, toksik ta'sirga ega, jigarda sirroz holatiga ham keltirib qo'yishi ehtimoli yuqori. Jigar yetishmovchiligiga sababchi bo'ladi, yurak yetishmovchiligiga sababchi bo'ladi, terining xususiyatini o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Bu dori darmonlar turli xil ekzema, dermatit, turli xil allergik kasalliklarni kelib chiqishiga o'sha dori darmonlarni pala-partish qabul qilish ham sababchi bo'ladi. Dori darmon u ovqat emas, oziq ovqat emas. Antibiotiklar oziq ovqat emas. Mana qilib oziq ovqatda ham me'yori bo'ladi. Xuddi o'shani ham me'yori, muddati bo'ladi. Ko'rsatmasi bo'ladi. Kimgadir tushadi u antibiotik, kimgadir tushmaydi. Uni qabul qilganingiz bilan foydasi tegmasligi mumkin. O'sha parazitlarga. Endi biz harakatni jadallashtirishimiz kerak. Harakat uchun energiya kerak. Energiya bizda kam. Nima hisobiga? Biza hududimiz masalan ekologiyamiz yaxshi holatda bo'lmasligi mumkin. Energiyani oshirish uchun, energiya balansini oshirish uchun karkadiy antarniya kislota saqlaydi. Arpa-badyon ovqat hazmini yaxshilaydi. Kardamon bakteriyasidni dezinfekt qiladi, ovqat hazmini yaxshilaydi. Yurak qon tomir kasalliklarini bartaraf qilishga, uyqu holatini yaxshilashga, stresslarni bartaraf qilishga, ya'ni antidepressant tabiiy. Bakteriyasidni dezinfekt qiladi. Ayniqsa mononukleoz bilan kasallanganlarga men qo'llaganman Epstein Barr deydi. Bu ham o'sha ko'pgina yoshlarda kuzatiladi, ayniqsa yosh bolalarda kuzatiladi. Tabiiy ne'matlardan gvozdikadan foydalanganman, qalampir munchoqda foyda bermagan. Kalenduladan foydalanganman, foyda bermagan. Ramashkadan foydalanganman, foyda bermagan. Endi sanab o'tiring, uchalasini birga qo'llaganman ham, foyda bermagan. Podorojnikdan bilan o'sha kardamondan foydalandim, foyda berdi. Ikkalasini birga qo'lladim. Podorojnik bilan kardamon. Ikkalasi ham kuchli bakteriyasidni dezinfekt qiluvchi, ovqat hazmini yaxshilovchi, oshqozonda salyanik kislotani ko'taruvchi mahsulotlar sirasiga kiradi. Juda ham foydali. Juda koni foyda bu. Eronda ko'p iste'mol qilishadi. Aytsam bo'lar, ziravorlar tarkibiga kiradi. Ko'pincha ovqatlarga qo'shishadi, taomlarga qo'sh. Mineralga boy. O'sha energiya balansini oshiruvchi mineralga boy. Mana bu arpa-badyon ham minerallarga boy. Magniy deysizmi, qanaqa mineral mavjud bo'lsa, o'sha minerallar, kaliy deysizmi, hammasi bor. Kaliy, magniy, sink va boshqa. Ovqat tarkibida aminokislotani ham ajratib beradi bular, ovqat hazmini yaxshilash hisobiga. Mikroflorani yaxshilab beradi. Undan tashqari Helicobacter pylori'ni bartaraf qilishda yoki bo'lmasa uni normada ushlab turishda juda ham zo'r yordam beradi. Podorojnik bilan kardamon birgalikda qo'llanilganda. Hamma mahsulotlar ham bir-biriga uyqash bo'lmaydi. Podorojnik o'sha masalan kardamon bilan yaxshi kirisha oladi. Tikori bilan yaxshi kirisha oladi, ya'ni sachratka bilan. Yana biz koren salotga deymiz, shirin miya ildizi. Yuqori nafas yo'llarida shirin miya ildizini o'zini iste'mol qilsangiz qanaqadir juda iste'mol qilgisi kelmaydi. Unga kardamon, podorojnik qo'shsangiz juda ham uyqash bo'lgan, xususiyatga ega bo'lgan mahsulotlar bo'lgani uchun bir-biriga uyqash kirisha oladida, sizda o'sha tarkibidagi antioksidantlar
shirin miya tarkibidagi antioksidantlar turli xil o'sha virusli kasalliklarni yoki bo'lmasam rakviy kletkalarni nobud qilishga yordam beradi. Har uchalasi ham tarkibida antioksidant saqlaydi. O'sha zanjirlarni, rakviy zanjirlarni bir-biridan uzib qo'yadi signalini odam organizmidagi. Bundan tashqari kollagen ishlab chiqarish yaxshilanadi organizmda. Aynan kollagen berishi shart emas organizm uchun. To'g'ri, bizda dengiz mahsulotlari bisyor emas. Biz qanaqadir o'sha kollagen ishlab chiqarish uchun tripeptin yoki peptinni kollagen ishlab chiqarish uchun morskoy baliqlardan foydalanishimiz kerak. Morskoy baliqlardan iste'mol qilib turishimiz kerak. Bizda baliqlar bor, lekin morskoy emas, qo'lda o'sha boqiladigan baliqlarimiz bor. To'g'ri, o'sha baliqlardan ham iste'mol qilib tursak bo'ladi. Faqat uni pishirish tartibi qovurish bilan bo'lmaydi. Qovurganda hamma xususiyati o'sha nobud bo'ladi. Bu kerakli xususiyat bermay qoladi. O'zini pishirish oshxonada kulinariyada deymiz, pishirish san'ati bo'lishi kerak. Bu qandli diabet kasalligi bilan kasallanmaslik uchun ham profilaktika maqsadida ishlaydi. Kasallangan bo'lsangiz, o'sha qondagi qand miqdorini normada ushlash va o'sha vaziyatdan chiqib ketishga yordam beradi bular. Yablочный uksus bilan birga qo'llanilganda bu hazm qilishda o'sha yablочный uksusni kislota saqlaydi tarkibida. Bu kislota qondagi tromblarni bartaraf qilishga, undan tashqari aterosklerotik blyashkalarni bartaraf qilishga va hokazo. Undan tashqari oshqozon osti bezini egzokrin va endokrin xususiyatini yaxshilashga, amilaza, lipaza, o'sha tripsin degan o'sha fermentlarning shakllanishiga yordam beradi. Bu fermentlar shakllangandan keyin o't qopidan suyuli ajralib chiqqandan keyin, safro ajralib chiqqandan keyin albatta nima bo'ladi? Ovqat hazmi yaxshilanadi. Kamroq o'sha oshqozon-ichak traktida parazitlar kamroq o'sha aktivlik qiladi. Aktivatsiya jarayoni juda ham past bo'ladi. Endi bundan tashqari oldimda kasiya bor ekan, koritsa, bundan oldin koritsa foydalanib turdim, bozorda olib kelishimabdi, faqat kasiya topdim. Endi kasiyani xususiyati juda past, lekin koritsada xususiyat yuqori, jigar faoliyati uchun juda foydali. Ziravorlardan bittasi sanaladi. Endi ko'k choy juda ham foydali. Biza ota-bobolarimiz energiya balansini ushlash uchun ko'k choydan foydalangan. Tarkibida kofein mavjud. Kofein energetiklar tarkibida ham mavjud. Endi kardamon bilan uyg'unlikda ishlab chiqarishgan bu narsani. Kardamon bilan uyg'unlikda ishlab chiqarishgan. Kardamon bilan uyg'unlikda ishlab chiqarishdan asosiy maqsad buning xususiyatini oshirish. Aytdimki yuqorida. Kardamon hattoki shirin miyani ham xususiyatini oshirib beradi. Hattoki podorojnikni ham xususiyatini oshirib beradi. O'zida juda ko'p xususiyat mavjud. Endi qo'shimchalardan qabul qilishingiz kerak. Albatta omega 3 yog' kislotasini. Men двойной doza. Men Coral Club'dan foydalanaman. Boshqalariga ko'p ham ishonmayman, chunki asosiy ta'sir qiluvchi mexanizmi yuqori. Baliq kollageni, mana tegi двойной doza degani bu. 2 marta yuqori dozasi.
Hamyonbop qimmat mahsulot emas, lekin profilaktika uchun bu narsadan foydalanish kerak. Bu ham oshqozon ichak traktidagi mikrobalansni ushlab turadi. Mikrobalansni ushlab turuvchi ajoyib yog' kislotalaridan bittasi sanaladi. Kislotalar kerak deganda yog' kislotalari ham kerak. Bu o'sha tromblarni eritishga, tromb paydo bo'lishini oldini olishga, aterosklerotik blyashkalarni shakllanishiga, nekrotik holatlar bo'ladi. O'sha blyashkalar shakllansa, qon aylanishi buziladi-da, blyashkalar shakllanadi. O'sha blyashkalarni bartaraf qilishga yordam beradi. Undan tashqari minerallar kerak dedik, energiya balansini ushlab turuvchi tialit degan. Tialit ham tozalaydi. Ajoyib. Tialit bu o'zi sanoatda ham ishlatiladi. Bu sanoat tialiti emas, pishvoy tialit, ya'ni qabul qilsa bo'ladigan tialit. Ayniqsa teri bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishda yordam beradi. Allergik kasallik borlarni allergiyasini, men ko'pincha yantoqdan foydalanganman. Yantoqqa nisbatan tezroq effekt beruvchi ne'matlardan bittasi bu tialit hisoblanadi. Biolit kompaniyasini tialiti bor. U juda ham sifatliroq bu tialitga nisbatan. Biolitga. Keyingisi, albatta stressda biz mozgimizga ham ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Asosiy charchoq, asosiy energiya balansini kamayishida mozgimizda qon aylanishini yaxshi emasligi, stressga berilishimiz va hokazolar. Bu o'sha miyamizni oziqlantirmasligimiz hisoblanadi. Noturab oziqlantiruvchi tabiiy mahsulotlardan bittasi intilam. Buni aptekadan topsangiz ham bo'ladi. Pokiston mahsuloti. Pokiston bilasiz, yaxshi chiqaradi mahsulotlarni. Bonjigar degan mahsulotlari bor. Mana o'zida ham yozib qo'yibdi, улучшает память. Ya'ni o'sha xotirani yaxshilaydi. Умничает усталость deyapti. Charchoqni kamaytiradi deyapti. Улучшает konsentratsiya. Ya'ni sizni e'tiboringizni ko'tarib beradi. Kimdadir bosh aylanishi bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Kuchli stress hisobiga yoki bo'lmasam shunga o'xshash turli xil ta'sirlanishlar bo'lishi mumkin. Bularni yoki bo'lmasa xotirani susayishi bo'lishi mumkin. Yosh o'tishi bilan bog'liq bu narsalarni bu ozuqani berib turish kerak. Bu ozuqani berib tursangiz, foydasi ko'proq tegadi. Keyin kurkuma ajoyib o't haydovchi xususiyatga ega. Bu ovqatimizga qo'shsak ham bo'ladi, choy qilib ichsak ham bo'ladi. O'zini kapsulaga solib tabiiy bo'lishi kerak. Tabiiy asno-vasnolar ko'rinishga ega bo'ladi. Uzunroq bo'ladi bundan. Albatta bu narsa bo'lishi kerak. Chesnok bo'lishi kerak, yurak qon tomir kasalliklari uchun. Alitsin tarkibida saqlovchi. Alitsin ham bakteriyasidniy, ham protivoparazitarniy, ham protivogrippga ta'sir qiladi. Mana kurkuma bo'lishi kerak. Endi bu mana ko'rsatib o'tamiz. Mana endi mana bu kasiya kumarin saqlaydi tarkibida. Koritsa bunda kumarindan ko'proq saqlaydi. Koritsaning foydasi ko'proq. Mana omega 3imiz, intilan, mana yablочный уксусimiz va mana afg'onistonskiy chay. Bu afg'on choyi juda ham zo'r. Xo'p. Mana sizlarga
salomatlik uchun hozircha kerakli bo'ladigan mahsulotlarni qisman ko'rsatib o'tdim. Hali sut achitqi bakteriyalari haqida gaplashamiz. Undan tashqari hozir mikroflorani yaxshilash uchun sut achitqi bakteriyalari, metabiotiklar, probiotiklar, prebiotiklar haqida gaplashamiz. Bugungi sizlarga beradigan ma'lumotim shulardan iborat. Hali keyingi efirlarda ko'rishamiz. Kimgadir video yoqqan bo'lsa like, tarqating. Imkon qadar o'sha aktiv bo'ling, kommentariyalar yozing. Kommentariyalarda sizni savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Efirlarni, ya'ni prямой to'g'ridan-to'g'ri efirlarni hali yuritib boramiz va sizlarga yoqadigan ma'lumotlarni yetkazib boraman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon dardmand bo'lmang. Kasal bo'lganlar shifo topsin, Alloh shifosini bersin. Tez oyoqqa turib yugurib keting. Xayr, sog' bo'ling.